Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Oltinko'l tumanidamiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan akamiz xonadonlarga kelganmiz. Bu akamizga jami 5 tarom 2 ta eshik olib kelib o'rnatib berganmiz. Aynilari 2 qavat yo'divida Patagondagi. Xo'p, Redpen alyumin aldoks 1 da. Boshidan narxini aytaman. 12 million 200 ming so'mga tushgan. Olib kelib o'rnatilishi ham yo'q buni. Endi shu narxga nimalar bo'lgani, qaysi razmerdaligini qiziq bo'lsa, bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bizda 1.30 ga balandligi 1.40. Xuddi shu holatda 3 ta bir xil romimiz bor. Ko'rib turibsizlar. Bunisi 1.50 ga balandligi 1.30. Ikkinchi etajdagi romlarimiz hammasi 3 tadan ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladigan Tayfun brendida Patagondagi 35 lik, ikki tomoniga 5 sm, oldiga 5 sm dan chiqarib o'rnatib berganmiz. Xo'p, juda ko'pchilik maqtayotgan o'sha Xitoy tijlarimiz. Bunda zimniy letniy rejimi bo'ladi. Ochilib yopilishlari ham mo'shinroq chiqadi. SPS bosma rezinalarda. Xo'p, Akfa'ning o'zini logotipli petlalari ko'rishingiz mumkin. Juda ko'pchilik Redpen Akfa'niki emas ekan degan savolga mana shu narsani o'zi javob bo'ladi degan umiddaman. Chunki material olinayotgan joyda aksor yozsangiz logotipi Akfa bilan chiqadi. Faqat profilda o'zida Redpen brendi bo'ladi xolos. Bunda brend daxlsizligi degan narsa bo'ladi. Imенно shuni hisobiga xo'p, Redpen chiqarib beradi. Ko'rib turibsizlar. Har bitta qanatimizda ikkita noshiq-moshiq delfinlari, xullas qonli xul holatda bitgan. Bu yerda 2 qanatli eshigimiz. Xo'p, endi 1 metr balandligi 1.90, ichkariga 10 qo'l tomonga ochilgan. Ruchka zamonlarimiz doimgidek Graf firmasidan ijodchika soqoli bo'ladi. Ishlashlari juda ham yumshoq va yengil bo'ladi. Xo'p, bulardan tashqari pastda bitta romimiz bor. 1.70 ga balandligi 1 metr. Xo'p, uni 3 ta ko'zlik, 2 ta ochilish qilib berganmiz. Uni hozir pastga tushgandan keyin ko'rsatib beramiz. Va so'nggi eshigimiz yana 1 metr, balandligi 1.90, yonida 50 sm gloqoy ko'zi bor. 2 qanatli bo'lgan, ichkariga tomonga ochilgan. Buni hozircha o'rnatmay turasizlar dedi. Joy tayyor bo'lgandan keyin o'zlari o'rnatish bo'lar ekan. Xudo xolasa bu akalarimizga 10 kun muddat aytgandik. Muddatidan ancha kech qoldi. Bugun adashmasam 15-kun bo'lish kerak. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Material yetishmovchilik bo'lib qoldi jinday. Shuni hisobiga vaqtiga ulgitib bera olmadik. Lekin va'da qilingan hamma yo'lni olib kelib o'rnatib ishlarni topshiryapmiz. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqa qilib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib olib borib, ustanovkasini qilib beraveramiz. Qubbok bilan qoling, Qubbok foydalanuvchilar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.